Leksimizden devamını anlayışla hürmetlik vatandaşlar. Enlikteki mavzumunda pol kımmeti aşkan dollarının kaynıda. Bugünkü islahı etüdel, bugünkü islahı 2022 yıl 5. ayının 4. günü vatandaş. Pol kımmeti aşkan dollarının kaynıda intayın zor vaka yüz birdi. Mavzula haber 5. ayının 3. günü Venvitor biti ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Amerika Zapas Pol Komiteti FED qisqartirish siyaset kademlerini tezletip Amerika dolarının kıymetini yok ko'tarishga başladı. Maliye İnavati Matbuat Müdüriyet Başlığı Xi Jinping dolarının kıymeti örleydigan bolsa dünyada çoqam zor vaqa yüz berdi deb ko'rsatdi. U yana mundaq ko'rsatdi. Dolar ko'rsatkisi yaqindan beri 103.928'lik 19 yıllık yuqori seviyeye yetib keldi. Kapital Amerika'ga qaytib keldi. Hakimiyet kurulması yaxshi bo'lmagan iqtisodiy gavdalar cho'qam eğer jarohatlanadi. Bütün yer şar iqtisodi boshqadan boshlanadi, ya'ni juyiladi. Sagak bo'laylik ki Jungo quruqligi Yaponiyaning 30 yillik to'sig'iga tushib qoladi. Xi Jinping mundaq ko'rsatdi. Men dollar ko'rsatkichining 40 yillik o'zgarishini xaritalashtirib bayqadim ki dollarni provod almashtirishida bir o'rlash bo'ladigan bo'lsa, dunyoda intayin zo'r o'zgarish paydo bo'ladi. Birinchi qatam 1985 yili 2. ayda bir o'zgarish yuz bergan edi. Dollar ko'rsatkichi 164-72'lik tarixiy yükseklikka chiqqan. Bu yıl Amerika bilan Yaponiya Guangchang kelishimi imzolab, shu yili demakchi. Amerika bilan Yaponiya Guangchang kelishimi imzolab, Yaponiya puli yen 263.5 derecede naqdlashtirilib, dollarning qimmati nihoyatda uzunga so'zilgan o'rlash yo'liga tushgan edi. 1989 yilning oxiriga yetib kelganda Yaponiya iqtisodiy ko'rsatkichi 38.957 ga yetib kelib, Yaponiya iqtisodi echinishlik holda tuvalligan edi. 1995 yılı Yaponiya yeni örlep 79'da 75'e götürüldü. Belki bu hal Yaponiya iqtisadi 30 yıllık çekinişten halkılık kuruluşu beyti bulup kalgan edi. 2011 yılı Yaponiyada yer tevreş deniz taşkını yüzbet. Yaponiyanın echinishlik hali yüksek çekkiyetti. Yaponiyanın kıymeti, Yaponiya yeninin kıymeti 75'te 35'e Bu yıllarda Yaponiyanın her nöbetlik vezirleri pulunun pahal buluşunu arzu kıladı lekin maqsadga yetilmeydi. Xi Jinping mundaq ko'rsatdi. Yaponiya qiyinchilik ichida 30 yil o'tkazdi. Emlilikte tağ nuri yetib kelishga başladı. Bu navbatda Yaponiya yeni pahallaşıp $1 130 yen Yapon puliga tegishiladigan o'tkalga yetib keldi. Xi Jinping taxmin ilgirlab mundaq ko'rsatdi. Dollar ko'rsatkichining yana bir yuqori nuqtasi 2001 yili 11 sentabr terrorlik voqeasi mezgilida yuz berdi. Amerika eğer ziyan uçurdu. Dollardan kaçıdığan pol birlikiga aylandı. Jungo quruqluq Amerikanın bütünlay qo'llashi bilan Dünya Savdo Tashkilotiga a'zo bo'lib kirib, Jungo yer sharlashda manfaatdor davlatga aylandi.
iqtisod uçqandek taraqqiy qilib, dollarning qimmatining yuqori o'rlash nuqtasi 2007-yilga yetib keldi. Bu vaqtda Amerika iqtisodi taraqqiy qilib, eng yuqori chekka yetdi. May nefet bahosi bir barrel nefet 147,5 tiyin dollara ko'tarildi. Ondan keyin kishini cho'chitadigan pul muomala krizi yuz berdi. Yani 2008-yil. Bu vaqtda Amerika dollar ko'rsatkichi 103,928 ga yetib keldi. Bu ahvol dunyo iqtisodida zo'r o'zgarish yuz beradiganligidan darak. Xi Jinping ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Hozir ko'zga tashlanib turadigan bir spirtlik paket shuki, Yaponiya yana paxollashib 131,23 ga yetdi. Davomini anglashlar vatandoshlar.